Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini 630-sonli kontirda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 180 kun, ya'ni 6 oy davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Zomin tomorqa eksport mas'uliyati cheklangan jamiyat ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 80 tonna, jami 800 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.